Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Urumchidagi bir o'ltiraq binoda yuz bergan va nurg'un Uyg'urning o'lib yaralanishga sabab bo'lgan o't ofati haqida bayonot e'lon qildi. 24 noyabr Urumchida yuz bergan o't ofatida doiralarning atalmış Covid'ni nolga tushirish bahonasida uylarni qamal qilib taqib olishi va ofat yuz berganda o't o'chirish xodimlarining vaqtida kelmasligi sababli oz deganda 44 Uyg'ur hayotidan ayrilgan. Bu munosabat bilan Istanbuldagi Uyg'urlar Sharqi Turkiston tashkilotlar birligining uyushtirishi bilan Xitoy konsulxonasi atrofida namoyish o'tkazgan bo'lib, Turkiya va islom dunyosiga chaqiriq qilgan edi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi tarafidan 26 noyabr juma kuni e'lon qilingan bayonotda qazo qilganlarga ta'ziya bildirgan va yaralanganlarga shifolik tilagan. Bayonotda Xitoy doiralaridan voqeaning sababi haqida izohat berish talab qilingan. Amerika hukumati davlat bexatarlik andisi sababidan Huawei qatorliq 5 Xitoy pan-texnik shirkatining yangi uskunalarini sotishni to'xtatdi. Amerika Federatsiya xabarlash komiteti Xitoy texnik shirkatlari ishlab chiqargan yangi ishlab chiqarish uskunalarini sotish va import qilishni cheklaydigan yangi qoidalarni birdek ma'qulladi. Egilishicha, mahsulotlarning davlat ichida import qilinishi va sotilishi cheklangan texnik shirkatlar ichida Huawei, Zhongxin, Haikan Shiwi, Daqua va Hainingda qatorliqlar bor ekan. 11 ayning 20 kuni Qozog'istonda o'tkazilgan prezident saylovida g'alaba qozongan Qosim To'qayev vazifasini topshirib olish munosabati bilan o'tkazilgan marosimda qasam berib vazifaga o'ltirdi. Ma'lum bo'lishicha, Qozog'istonning qurg'uvchi prezidenti Nursulton Nazarboyev poytaxt Ostonadagi Mustaqillik saroyida o'tkazilgan qasam berish marosimini nurg'un omma bilan ko'rgan. Tayvan rahbari Tsai Ing-wen yerlik saylamdan keyin partiyasidan istiqo berdi. Tayvandagi xalq 26 noyabr yerlik saylamga qatnashdi. Saylamdagi tunji dastlabki natijaga qaraganda asosli o'qituvchi partiya Kuomintang poytaxt Taybini o'z ichiga olgan nurg'un rayonlarda g'alaba qozongan. Tayvanda hokimiyat yurgizayotgan Demokratik taraqqiyot partiyasi saylamda mag'lubiyatini e'tirof qilgandan keyin Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen o'zining partiya raisligidan istiqo berganligini e'lon qildi. Urumchidagi o't ofatidan keyin butun Xitoyda yuqum tadbirlarga qarshi kunsiri kuchayayotgan davolg'ish o'tirg'a chiqdi. Nurg'un joylarda xalq ko'chalarga chiqib, qamalni bekor qilishni talab qildi. İjtimoiy aloqa tor bekiti Weibo'dagi nurg'un kishilar atalmış karantin tadbirlari keltirib chiqargan ilgirki ofatlarni tilga olib norozilik bildirdi. Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning nol Covid siyosatida chang turishi va yo'lga qo'yilgan qattiq tadbirlar bir mezgildan buyon Xitoy ichi sirtida tanqidga uchirmoqda.